Baxtsiz bir yosh yigit o'z joniga qasd qilishni o'ylab qoldi. Aniqrog'i, o'zini otishga qaror qildi. Bu o'smir nafaqat shu qadar baxtsiz, balki buning ustiga o'ta uyatchan ham edi. Shuning uchun hech kimni ovora qilmaslik va o'zgalar e'tiborini tortmaslik maqsadida u xudkushlik qilishga eng ma'qul joy sifatida shahar qabristonini tanladi. O'zini o'ldiradigan sana va vaqtni ham belgilab qo'ydi. To'lin oy kechasi, yarim tunda. Shu tariqa yigitcha oy nuriga cho'mgan tinch qabristonga kirarkan, o'tirib olib shum taqdir bilan xotirjam hisob-kitob qilib olish uchun mos o'rindiq esladi. Baxtga qarshi, balki aksincha baxtigadir. Hech qayerda skameyka yo'q edi. Bir necha o'nlab qabrlar orasidan o'tarkan, yigit kutilmagan bir holatdan baqirib yubordi. Uning ro'parasida oy yorug'ida qop-qora kiyingan va qanotli bir qiz turardi. Faqat yaxshilab qaragandan keyingina baxtsiz yigit xotirjam nafas tirostladi. Bu oddiy haykal ekan. G'arbda ko'pincha bevaqt hayotdan ko'z yumgan bolalar va yosh qizlarning qabrlari ustiga shunaqa farishtalar haykalini o'rnatishadi. Biroq bu holatda o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan yigitchaning e'tiborini boshqa narsa o'ziga jalb etdi. Haykalchaning poyiga marhuma qizning ismi, tug'ilgan va vafot etgan sanasidan tashqari lotin tilida quyidagi matn yozilgandi. Yigit lotinchani bilardi. Shu sababli yanada hayratga tushdi. Matn mazmuni bunday edi: Hoy yo'lovchi, ko'rinib turibdiki, sen yurishdan charchagansan. Bu yerda birpas nafas rostlab ol. Sening yo'ling uzoq. Garchi baribir shu yerda tugasa ham yo'lingda davom et va tiriklik chog'ingda baxtli bo'l. Bu so'zlar o'zini o'ldirish niyatida kelgan yigitchaga shunchalik mo'jizaviy ta'sir ko'rsatdiki, u qora farishta haykalidan sal orqaga tisarilib, to'siqlar va butalar orasidan o'tib cho'ntagidan to'pponchani chiqardi-da, uzoqlarga irg'itib yubordi. Keyin ortiga o'girilib yugurgancha qochishga tushdi. Shu tariqa noma'lum epitafiya Stefan Zweigning bo'lajak avstraliyalik buyuk yozuvchining hayotini saqlab qoldi.